Assalomu alaykum, musofir oilasini kuzatayotgan aziz opa-singillar, qandaysizlar, tuzimsizlar? Hammalar sog'lig'inglar yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Yana yo'qolib qoldi. Yo'qolib qolmayman deyman, yo'qolib qolaveraman. Tez-tez video chiqaraman deyman, yana chiqarolmay qolaman desanglar. Bizda qish davom etyapti. Sizlar tomonda уже kunlar rosa isib qolgandir. Fevral kelyapti birpasda. Endi video qo'yaman degan umiddaman. Qo'yaman desam podpiska oz, like oz, qo'yging kelmay qolarkan. Nima endi deydi? Dug'iy tushib ketib qolarkan. Ana shunga jicha menga motivatsiya berib, jicha like, podpiska bosib, kommentariylar yozib qo'llab-quvvatlaborsanglar, men ham bundan keyin videolar ko'p chiqaraman. Yangiliklar juda ko'p, juda ko'p yangiliklar. Orada shunaqa videolar olib qo'ydim. Hammasini bitta qilib qo'yib yuboryapman. Oxiridagi videoni kutinglar, taqishot. Shunaqa qilib, shu yerda qo'shni jonlarimiz bilan hammadan qolib ketgan trendni biz ham va nihoyat qildik. Va nihoyat ancha bo'ldi qilganimizga. Endi qo'yyapman, endi qo'yim. Orada ancha yo'q bo'ldi. Mana shu paytlarda olgan videolarimni hammasini bitta qilib qo'yyapman. Shunaqa qilib kommentariy yozinglar. Bizda yangiliklar. Yaqinda yurtimga ketaman. Dam olgan. Bir oyga deb qo'yib, shunaqa yana boramiz. Bolalarni maktabdan chiqarib, o'zimiz tomonga joylab kelamiz, kattalarimni. Shunaqa gaplar. Ashyoqda o'zimiz tomonda videolar qilaman, ketib videolar qilaman. Shunaqa qilib bundan buyog'i xudo olsa videolar uzilmaydi. Sizlar ham ko'proq qo'llab-quvvatlanglar-da. Shunaqa qilib orada o'ynagani ham borganmiz. Mana shunaqa bananchi degan bor ekan. Shu bananchikka hammamiz chiqib olib ketdik-ku, aylangan. Suvni usti muz ekan. Shu muzni ustida uchirib kelar ekan, aylantirib, yoqlarga borib kelar ekan. Sovuq, shamol, og'zimizdan shamollar kirib o'ldi, sharpa olmabmiz. Biz endi bunaqaga tushamiz deb o'ylamadikda. Kelsak bor ekan. Shunaqa qilib shunga tushdik, bolalar o'ynashdi, mazza qilib. Birinchi marta bunaqaga chiqishim edi. Mazza qildim men ham. Zo'r ekan. Quyoshni qaranglar, botyapti уже. Kech kirayotgan paytida. Shamol, sovuq, mana shu yurayotgan yetimiz hozir suv bo'lasdi, yoz bo'lsa. Suvni ustida muz bo'lib, shunaqa yuradigan bo'lib qolar ekan, qaranglar. Voy tavba. Shunaqa qilib bu yerdan yana boshqa yerga bordik. U yerda ham mana qilib sig'anchoqlarni uchishdi rosa. Mazza qilishdi. Endi bundan buyog'idagi videomda o'zim gapirib olganman, shuning uchun like, podpiska, kommentariy kutib qolaman, yozinglar, обязательно. Mana bizga qo'shdan bazaka keldi. Dam bilan yamchini tortibdi. Qaynataman, qaynamda. Bularda guruch, olmalar, hamma yo'q. Bularda olma. Zamzam suv, gapda tot. Bolalarga narsa. Salomlar. Bunday boshganda qaynataman. Qurmoq. Dalmoz. Yana bolalarga narsa. Eng zo'ri endi ko'rsatib qarabdilar. Umrida hammamizga atrab ketdi. Bu ikki o'g'limga, ikki yigitlarga. Bir xil. Bu erimga, bunisi menga. Hozir ochib ko'ramiz. Birinchi ochamiz. Buni ochilishi ham. Oho, ikki nega mana qattiq ochilar ekan. Oho. Mana ochilar ekan. Oho. Shunday ochilar ekan. Idish qattiq, kiydi ham qattiq ekan. Boshqa ekan. Omma idishga gap yo'q ekan. Oh. Endi menikini ochamiz. Mana deylar tushirib olay. Ana. Bu meniki. Kiydi yaxshi ekan. O'zim o'shim katta ekan. Bir deb uni. Rahmat katta jo'natib olganinglarga. Endi kichkina yigitlar. Menda bo'lib ketdi. Mana deydi. Yigitlarga ochib oldim, chiqin ekan. Bularga o'xshar ekan. Bittasi korishniy ekan, bittasi qora ekan. Bu korishniy, bu qora ekan. Bularga ham ko'p ekan. Ammo idishlari chiroyli bo'lar ekan. Eng zo'r mo'y ekan. Idishini tajoriga ham keldi. Matlari ham zo'r ekan. Puli ham zo'rdir. Kasokasi shunaqalar. Rahmat katta hammaga jo'natib olganlarga. Damga.